Tasavvur qiling, 20 mingta ayolning bir shaharda sochlari kalga olinib, ba'zilari yechintirilib, yuzlariga, peshonalariga har xil simvollar qo'yilib, o'sha shaharning erkaklari tomonidan sazoyi qilinmoqda. Shunday hodisa bo'lishi mumkinmi? Shu videoni ko'ring, keyin so'zimni davom ettiraman. After France's liberation in World War II, these women had their heads shaved and Videoda ko'rib turganingiz holat 1944-yilda Fransiyada sodir bo'lgan. Fransuzlar o'sha paytda nemislardan o'z vatanlarini xalos qilib, ozod qilgandan so'ng vatanlarini o'zlari himoya qila olishmagani, ayollarni himoya qila olishmagani yetmaganidek 20 ming ayolni nemislarga yordam berishda, ular bilan birga bo'lishda va xoinlikda ayblab turib mana shunday sazoyi qilishgan. Ayollarga nisbatan tarixda zulmlar juda ko'p bo'lgan. Misol uchun o'rta asrlarda yuz minglab ayollar shunchaki sochining rangi boshqacha bo'lgani uchun, ko'zining rangi boshqacha bo'lgani uchun jodugarlikda ayblanib tiriklayin yoqilgan. Yoki 1900-yilgacha Angliyada erkaklar o'z xotinlarini bozorga olib chiqib sotishgan va ba'zida bitta pivaga, bitta nonga yo bir necha pound pulga sotishgan. Bunday holatlarni juda ko'p kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ayollarga zulm bo'lgan holatlarni juda ko'p kuzatishimiz mumkin. Va bularning hozir aytganlarining barchasi faqatgina Yevropada bo'lgan. Shuning uchun Yevropada bu zulmlarga qarshilik sifatida, qarshi refleks sifatida feminizm g'oyasi paydo bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, Yevropaning tarixi butun insoniyat tarixi degani emas va Yevropada chiqqan g'oyalar butun insoniyatga singdirilishi kerak bo'lgan, butun insoniyat qabul qilinishi kerak bo'lgan g'oyalar degani emas. Sababi bizni xalqimiz, bizni millatimiz, musulmonlar hech qachon ayollarini bunday xor qilib, bunday sazoyi qilib, ayollariga hech qachon bunday zulm, katta zulmlar qilishmagan. Video shu haqida edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.